Jangchilar, Rossiyaga bo'lgan safarimiz tugadi mana hozir. Mana yuklarni tushiryapti. Tataristondan olib kelgan yukimizni Toshkentga texnoparkka tushirib, xudo xolasa ortga, oilaga, uyga qaytamiz inshaalloh. Mana duolaringiz bilan, Allohning quvvati bilan, Allohning qudrati bilan bo'ldi buni hammasi. Insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi, do'stlar. O'sha uchun hamisha yo'lda yuribsizlarmi? Yaqinlaringizga, ota-onangizga tayinlab turing, dada, ona, meni duo qilib turing. Men duoni kuchini his qilaman. Duo qilib turing, men dadam bilan onamga duo qilib turing. Tinimsiz duo qilib turing, menga yetib boradi deyman. Qalbim bilan his qilib turaman bu narsani, Allohu akbar. O'sha uchun shunaqa gaplar. Salomat bo'lasizlar. Rossiyada, Qozog'istonda bo'lgan videolarni hammasini Instagramga o'sha bosqichma-bosqich qilib joylashtirib boraman. Mashinamiz ham ozgina yuk qoldi. Bo'shatsa qaytamiz. Salomat bo'linglar. Hammani oilasiga Alloh rizqi nasibasiga, topgan tutganiga baraka bersin va uni yaxshi kunlarida ko'proq farzandlarini ilmiga sarflasin. To'ylariga, hashamatlariga kamroq, ilmga, bilimga ko'proq sarflashlaringizni men so'rab qolgan bo'lardim.